Assalomu alaykum. Aziz chorvaga qiziqadigan chorvador aka-ukalar hamda opa-singillar. Hammalaringni qo'shaloq bayram, Ramazon hayit bayrami bilan hamda Navro'z olam bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Bugun mana 2026-yil 22-mart. Aziyafetdan mana shu buqalarimizni yemlayotgan ekan. O'shancha bo'lsa ham sizlar bilan ulashaylik dedik. Mana shu bilan 2-marta olib kelib berishimiz Aziyafetdan. Angus buqalar o'zlaring ko'rib bir bahosini beringlar. Mana orqa tomonlarini ham bir ko'rsalaring. Mana orqa tomondan Angus buqalar. Mana Angus buqalar. Shu o'zimizni reklama qilayotgan Aziyafet yemlari bilan yemlanyapti ekan. Bir jup ekan bayda mana. Ikkinchisi. Mana shu holatida hozir 600 ga bilan balandroq 700 kiloga yaqin ko'rinyapti. Mana akalar. Mana o'zimizni mana shu buqa yemi Aziyafet bilan yemlashyapti. Xudo xolasa boshlaganiga Aziyafetda 3 oy 4 oy bo'lib qoldi hoji akamizga. Holatlari zo'r, mana tulatib ustlarini ham ko'ryapsizlar, mana tulaganlari mana tuklari tulab o'sha zakonniy bo'lib zo'r holatga kelib qolibdi. Mana shu yerda hozir qashloqchi bor edi. Sizlarga bir ulashay dedim shuni. Mana shu holatiga hozir mana tepalarini tuklari to'kilib mana rosa tulayapti ekan. Mana tuklari to'kilib mana qashlagan sari mana tuklari to'kilib zo'r holatga kelib qolibdi buqalar mana. Tuklari rosa to'kildi. Angus buqalar. Ettalab 2 kilo, kechqurun 2 kilodan yeyishyapti ekan. Mana Angus buqalar holatini o'zlaring ko'rib olaveringlar. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Lekin katta buqalar, joylari ham chuqur ekanda. Oxirida. Hosh. O'sha Aziyafet, mana bu ko'rib turibsizlar. Aziyafet bilan yemlayapti ekan. Havo bular kislosli emas, somonli ratsion ekan. Somonni mana shu drabilkalarda chiqarib, mana mayda ham turibdi maydalardan. Mana shu somondan berib, uyutib, ustiga 2 kilo Aziyafetdan solib berishyapti ekan. Hoji aka qaniga hoji aka? Allur. Hoji aka somonni uyutib beryapsizmi yo shunday quruqcha berasizmi hoji aka? Quruqchami? Ha. Hop, birinchi o'shanda somonni solasizmi yo Aziyafetdimi hoji aka? Ha, somonni ustiga tashlaysiz. Hozir mana shu buqalar o'shanda qancha o'shanda hali Tayson paqirda bitta somon yeydimi yo ozroqmi undan? Shunga hozir mana shu qornlari shu 2 kilo Aziyafet bilan shunaqa turibdimi hoji aka, qornlari to'q bo'lib. Suvi mana past. Ha. Suvlari mana doim oldida postoyanli turar ekan. Mana suvlari. Buqalar lekin gap yo'q. Ko'rganlar bir mashallah deb qo'yasizlar. Tayson paqirda. Hop. Tayson tog'orada deganim. Adashib ketdim, uzr. Tayson tog'orada. Bitta somon solib turib ustiga shu Aziyafetdan solib qo'yar ekan. 2 kilo bunisiga, bir mahaliga 2 kilo, kechqurun 2 kilo, 4 kilodan yeyapti ekan. Hali kurak tishlarini urmadi. 700 kilo balandroq. Bunisiga ham o'sha mana oxirlari top toza 2 kilo ettalab 2 kilo kechqurun beryapti ekan. Sizlarning ko'rib bir bahosini beraveringlar mana. Tuzlari buni ham suv postoyanli yonida turibdi ekan mana. Lekin gap yo'q. Boqishda zo'r boqibdi. Qopi 40 kilodan bu Aziyafetdi mana. O'zlaring ko'rib olaveringlar. Holatlari zo'r. Bu tomondan suv tushib qolyapti buqamizga.
Mana oladi akalar. Sizlaring bir ko'rib olaveringlar mana. Mana. O'nada nargis turibdi. Qimmatli vaqtlaringni ajratib videomizni ko'rganlaring uchun ming rahmat. Like bosib oshna-og'ayni aka-ukalar, chorvador guruhlariga ulashib polidelitsiya qilib qo'ysalaring ancha xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like bosib qo'yinglar. Mana o'g'ilchamiz ham billa kelgan bayga. Shu angus buqalarni ko'ramiz deb like bilan podpiskadan chiqasin. Like bosib bittadan podpiska bosib qo'yinglar deyapti. Quloqlarida birgalari bor. 4 oy oldin ikkalasini 4 oymi 5 oy dedi shekilli. Qo'qondan o'sha reklamadan chiqqanda olib kelgan ekan. 57 mingga ikkalasini olgan ekan. Hozir menimcha bittasi 40 milliondan tepada-da. 700 kiloni endi Joy Vesga 65 kilodan 65 ming so'mdan o'zlaring hisoblab olaverasizlar. 65 dan bo'lganda hop 500 kilosi o'shanda 35 ming bo'lsa, yo 35 million bo'lsa, 65 mingdan 500 kilosi. Hop 200 kilosi bag'i 40 milliondan o'tib ketadi, 45 million 50 millionga borib qolar ekan. Mana anguslar mana chekkadan o'tib sekin sizlarga video qilyapman. Mana orqa tomonlarida ham harakat qilyapmiz o'tishga. Mana akalar ko'ringlar. Mana angus aka-ukalar, mana o'zlaring ko'rib bahosini beringlar. Ammo videoda o'zim ham ko'rib turibman. Anchagina kichkina ko'rinar ekan aka-ukalar. Lekin o'g'lim mana shuni ushlab turgin, men yoniga boraydi. Meni bo'yim 1.66 68 ni o'zlaring taqqoslab olaveradi. Bo'yimga 4 kilodan yeb turibdi. Men nari odamda o'tkin, narigini ham. Tashlab turaman. Narigi eshigidan, katta eshigidan kirib boradi. Mana tomonroq o'tkin. Ana shu yerdan olib. Svetras anaqa tushmayaptimi? Siz kallangiz oldiga tushib qolyapti. Har tomoniga yetib olaymi? Sakotlanch. Mana akalar. O'ni har tomondan ochib. Akalar, mana bo'yi. 1.50 dan baland, 1.60 ga yaqinda. Mana. Mana shu holatiga 2 kilodan yeb turibdi ekan. Orqa g'oshlari hamma o'chibdi. Mana orqa tomonidan ko'ringlar o'zlaring. Ko'rinmayapti, qop-qorong'i qoldi. Mana qo'yib oching, mana tomondan. Yaxshi oladigan joydan o'tdi. Mana shu tashqi ko'rinyapti. O'zlaring ko'rib bahosini beraveringlar. Mana shu Aziya fetimizdan yeb turgan buqalar akalar. Katta buqalar. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar. Like bosib, obunachi tugmasini bossalaring xursand bo'lamiz. Xudo xolasa ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorva hayvonlariga Alloh taolo o'z barakatini, barakotini yog'dirsin. Havas qildim deb mashalloh deganlar uyda hech bo'lmasa mana shunaqa buqadan 10 ta baqish hammamizga nasib qilsin. Zotli buqalardan. Charchamanglar, ishlarga rivoj. Hammani chorva hayvonlariga barakot. Rahmat akalar, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar.